Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan ingliz tilida sifatlar, ya'ni adjectives mavzusida dars o'tamiz. Sifatlarni oson va qiziqarli usulda o'rganamiz. Bu darsimiz beginner, intermediate leveldagi talabalar uchun mo'ljallangan. Qani boshlaymiz. Sifat o'zi nima? Adjectives modify nouns, ya'ni sifatlar otlarni aniqlab keladi. What is an adjective? Sifatning asosiy vazifasi shaxs yoki narsalarning belgi, xususiyati, rangini bildiradi. Ingliz tilida u what kind, qanday, which one, qaysi biri so'roqlariga javob beradi. Masalan, big house, katta uy. Bu yerda big sifat, ya'ni house'ni aniqlab kelyapti. Gapda kelish o'rni. Ingliz tilida sifatlar odatda ikkita joyda keladi. Otning oldida a beautiful flower, chiroyli gul. Linking verbs to be, feel, look kabi fe'llardan keyin, ya'ni the flower is beautiful, gul chiroyli. Asosiy sifat turlari. Adjectives types. Descriptive tavsifiy sifatlar rang, shakl va holatni bildiradi. For example, green, happy, smart, round. Keyingisi quantitative. Miqdoriy sifatlar. Ya'ni narsalarning miqdorini aniqlaydi. Some, many, few. Keyingi sifatimiz esa ko'rsatish sifatlari, demonstrative. Yaqin yoki uzoqdagi narsalarga ishora qiladi. Masalan, this, that, those kabilar. Sifatlar ketma-ketligi, royal order. Opinion, fikr mulohaza. Lovely, ugly, beautiful, nice. Size, hajmi, o'lchami, ya'ni big, small, huge, tiny. Age, yosh yoki eskiligi. New, old, young, modern. Bundan tashqari color, origin and the material kabi kategoriyalarga bo'linadi va bular o'sha misollar asosida jadvalda ko'ringan. Sifat darajalari. Degrees of comparison. Narsalarni taqqoslashni o'rganamiz. Qiyosiy daraja. Ya'ni bir bo'g'inli sifatlarga ear qo'shimchasi qo'shish orqali yasaladi. Ya'ni ulardan keyin than, ya'ni qaraganda so'zi ishlatiladi. Masalan, tall bir bo'g'inli sifat. Taller ear qo'shimchasi qo'shilib, u uzunroq ma'nosini beryapti. Fast, faster, tezroq. Misol asosida ko'ramiz. Alisher is taller than Bobur. Alisher Boburdan ko'ra baland bo'yli. Keyingisida uzun sifatlar, ya'ni ikki va undan ortiq bo'g'inli sifatlar oldiga more so'zi qo'yiladi. Beautiful, more beautiful. Expensive, more expensive. Masalan, gold is more expensive than silver. O'sha oltin kumushdan ko'ra qimmatroq. Davom etamiz. Orttirma daraja, ya'ni superlative degree. Eng oliy daraja. Uch yoki undan ortiq narsa shaxslarni solishtirganda eng ma'nosini beradi. Har doim uning oldida the artikli bo'lishi shart. Sifatlar, ya'ni bir bo'g'inli sifatlarga, ya'ni bu yerda kalta sifatlar deyilgan, es qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, cold, the coldest, smart, the smartest, eng aqlli. Uzun sifatlar, masalan, the most so'zini qo'shish orqali yasaladi. Interesting, the most interesting, eng qiziqarli. Noto'g'ri sifatlar bor, ya'ni irregular adjectives.
Bu 5 ta sifat qoidalarga bo'ysunmaydi. Bular good, bad, far, many, much va little. Uh, good, better, the best. Bad, worse, the worst. Far, further, the furthest. Many, much, more, the most. Little, less, the least kabi yasaladi. Bularni faqat yodlash orqali o'rganib olishimiz mumkin. Sifat haqidagi darsimiz shulardan iborat edi. Endi navbat amaliyotga. Sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolamiz.